sizga o'xshab, sizdagi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan yosh stomatologlar uchun nima maslahat bergan bo'larsiz? Hayot yo'lida misol uchun sizga o'xshab qoqilmasdan o'zini xohlagan rezultat, ya'ni maqsadiga tezroq erishish uchun. Endi hamma ham yozib qo'ygan, hamma ham erishadi. Shoshish kerak emas bunga. Sekin-asta vaqti bilan baribir hamma erishadi. Hammani peshonasiga yozilganda, shoshish kerak emas. O'qib, o'zini ustida ishlayversa, sekin-sekin natijaga erishib boraveradi. Yig'ilib, 2 yilda bo'lish shart emas, balkim 7-8 yilda bo'lar. Hammasi ham klinika ochadi. Hamma yoshlar va hozir bitirayotganlar, hammasi ham katta doktor bo'ladi. Ozgina vaqt kerak-da. Va birinchi o'rinda, meni fikrim bo'yicha maqsadni to'g'ri qo'yish deb o'ylaymiz. Ko'proq mehnat qilib, ko'proq kitob o'qish kerak. Bilimni olish kerak-da. Ko'proq bilim olish kerak. Master klasslarga borib, o'sha ko'proq bilim olsa yaxshi bo'ladi. Keling bir siz bilan dildan suhbatlashamiz. Suhbatimiz jag'izg'in ketyapti. Hayotdagi maqsadingiz haqida bizga ozgina aytib bera olasizmi? Ya'ni hayotingizda shu ishni qilib bo'lganingizdan keyin, men shu hayotda juda ham chiroyli yashadim deb hisoblay olasiz. Shu ishingizni hali ham qilib bo'lmagani uchun, hali ham tirishqoqlik bilan qolishga bo'lgan bitta maqsadingiz bormi? Hayot yashashingizga motivatsiya berayotgan. Motivatsiya endi men o'rtacha ketyapmiz. Misol, o'ylagan niyatlarimni 90% ga erishib bo'ldim deb o'ylayman-da. O'shaning uchun qolgan 10% sir bo'lib qo'ya qolsin. Ularga erishish yo'lida hali ham mehnatdasiz, to'g'ri? Mehnatdamiz. Bir-ikkita qoldi, ozgina planlar, lekin 90% o'ylagan niyatlarimga yetishdim. Xudoyim berdi, behisob, Allohga shukr. Hamma planlarimni qilib bo'ldim desa ham bo'ladi. Sizga ham bitta savol. O'zi bu hayotda siz uchun baxt nima? Baxt nimada deb o'ylaysiz? Uyga kirganda xotirjam bo'lasiz, farzandlaringizni ko'rib, oilangizni oldida xotirjam bo'lasiz, ishingizda xotirjamsiz. O'sha ota-onaning duosini olganmiz. O'shanda hamma baxt. Demak, baxt siz uchun ko'ngil xotirjamligi. Shunaqa. Tushunishim bo'yicha, to'g'rimi? Shunaqa xotirjam yashaysizda, uyda borganda halovatingiz bo'lsa, baxt. Halovat bo'lmasa, nimadandir yetishmay tursa, nimadandir siqilib tursangiz, u baxt bo'lmaydi. Shunaqa deb o'ylayman yana. Ko'nglingiz xotirjam bo'lmasa, baribir pulingiz qancha bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham qiziq yo'q, to'g'rimi? Ko'ngil tinchligi baribir. Tushunarli. O'zingizni 3 ta sifat bilan ta'riflab bera olasizmi? Misol uchun, doktor Iftixor kim deganda siz uchun 3 ta sifat bilan o'zingizni. O'ylab ko'rmagan ekanman, unaqa savollar qayerdan topasizlar? Savollar qismga topdi. Baribir bilaman, har bir inson o'zi bilan faxrlanishi shart. O'shanda ham qilayotgan ishiga mehri yanada oshadi, hayotga bo'lgan ishonchi ham yanada oshadi. Har bitta inson o'zini yaxshi ko'rishi kerak, har bitta inson o'zidan faxrlanishi kerak degan qonun men uchun har doim ishlaydi va menda ishlaydi shu narsa. Sizda ham bu narsa ishlashiga aniq ishonaman, chunki shu narsa bo'lmaganda bunaqa muvaffaqiyatga erishgan inson bo'lmassiz. Shu uchun baribir o'zingiz 3 ta sifat bilan bemalol ayta olsangiz kerak deb o'ylayman. Balki birinchisi o'zimcha hozir o'ylab ko'rdim. Tabassum. Har doim agar dushmanim bo'lsa ham, agar ichimda nima bo'lganda ham har doim kulib turaman. Payg'ambarimiz sunnatlarida bu. Shunga amal qilaman. Tabassum birinchi. Har joyda har doim kulib gapirganman, kulib qabul qilganman. Qanaqa ish bo'lsa ham, yomon ishlar bo'lsa ham, yaxshi ish bo'lsa ham, har doim kulib qabul qilganman. Tabassum birinchisi deb o'ylayman. Ikkinchisi jahldorlik, tez jahlim chiqadi. Birdan jahlim chiqib qoladi. Yana o'zimni bosaman. Uchinchisi, hech qachon yolg'on gapirmayman. Rostgo'y, mehribon insonman. Boshqa bilmadim sizlar. Tayyorlanib kelmaganman, o'shaning uchun aniq ayta olmayman. Yaxshi javob berasiz. Nega aynan ko'p insonlar siz oldingizga keladi implant qo'yish uchun? Narxlarini o'rtacha stabil ushlab turganim uchun bo'lishi mumkin. Narxlarda o'sha brendiviy implantlar qo'yamiz, lekin narxini stabil ushlayman, qimmat qilib olmaymiz-da boshqa klinikalarga nisbatan. Chunki o'zimning klinikam bir joyga arenda bermayman, bir joyga bir to'lov qiladigan joyim yo'q, hammasi o'zimniki bo'lgani uchun narxlar stabil ushlab turaman bemalol. Demak, iloji boricha xalqqa manfaatli bo'lsin deysiz. Shunaqa, baribir olib ketmaymiz u yoqqa. Shuncha pul yiqqanda Xudoyim behisob berdi, Xudoga shukr. O'zi xalqqa yoqadigani menimcha o'ylayman. Men 1 yildan oshiq siz bilan ishlagan bo'lsam, operatsiyalaringizga kerak, syomkalarga kirganmiz, boshqa qilganmiz. Eng ko'p yoqadigani bemorlariga birinchi o'chirda juda ham og'riqsiz bo'lishi. Meni fikrimcha og'riqsiz implant jarayoni bo'ladi va juda ham tez ishni bitirib qo'yasiz. U odam даже implant qo'yildimi sezmay ham qoladi-da. Даже shunaqa paytlar qo'yaman, rekordingiz sanayverardim. Nima 2 tani maksimum qo'yadilar, 2 minut, 3 minutda bitiramiz deymiz ham. Yaqinda operatsiyalarga kirdik, menimcha 6 ta implant yarim soat qo'yib bo'ldingizmi? Yarim soatda buni qo'yish juda o'zi qiyin narsa-da. U holatga qaraladi, suyak holatiga qaraladi. Suyaklar yaxshi bo'lsa, tez bitib ketaveradi, tez bo'ladi. Qo'yish oson implant. Shu paytgacha mana ishlagan bo'lsam, yarim soatdan oshiq bo'lmagan-da. Yarim soat uzoq, maksimum 40 minut deylik mana.
8 ta 10 ta bo'lgan payti. Boya kostning narashuniyalar bo'ladi-da, sinus lifting, ularda ozgina vaqt cho'ziladi. Suyak ekamiz. Bu qon suyagini qo'shamiz. O'sha joylarda ozgina cho'ziladi. Boshqa payt oson bo'ladi. Implant qo'yish o'zi oson. Suyak ekish paytlari sal vaqt oladi, ozgina cho'ziladi. Shu. Xo'p, eng ko'p beriladigan savollarni ham sizga bergim kelib qoldi. Oylik daromadingiz qancha? Endi qanaqa men o'zim ishlab topadiganmi yo umumiy 3 ta klinikamdan keladiganmi? Umumiy 3 ta klinikadan tushadigan pul va o'zingizga qoladi sof foydangiz. Biznesmen sifatida ham, stomatolog sifatida ham. Bozordagi ulushlarni ham qo'shsami? Yo'q, ingliz stomatologiya sohasi bo'yicha. Stomatologiya sohasi bo'yichami? Uni ayta olmasa kerak. Hatto nechta nol bitta kalkulyatsiya qilib berasizmi? 15 ta doktorimiz bor, 15 ta vrach. Umumiy hisobda. Tushsa kerak 10-15. Bu oylik tushadigan pulmi yoki sof foyda? Sof foyda. Sof foydangiz 10-15 ming dollar atrofida. Shunaqa bo'lsa kerak. Rostdan ko'p pul sof qo'yar ekansiz. Baribir har bitta shifokor o'zini rivojlantirishi kerak bo'ladi. Baribir bunga pul sarflanadi. Siz o'zingizni rivojlantirishingizga bir yilda necha pul sarflayman? Oxirgi paytda ko'rdim, Ispaniyaga borib keldingiz. Adashmasa Yaponiyaga borib keldingiz. Yana Yaponiyaga ketamiz keyingi oy, xudo xohlasa. Misol uchun deylik, o'zingizga qancha pul tikasiz? Mana bir yilda hisoblaydigan bo'lsangiz, o'zingizni baribir hammasi bilimingizni rivojlantirish uchun. O'rtacha hisobda. 25 ming, 30 minggacha maksimum pul tikamanda. Umuman O'zbekiston malikangizni oshirmaysiz, faqat qo'shni davlatlarda oshirasiz. U shunaqa tashkilotlar bor, ular bilan qo'shilib yurasiz. Shunaqa hamma ham shu, hamma stomatologlar shu. Master-klassga borib kelishadi. Shunaqa. Yengilliklar olib kirishga iloji boricha harakat qilasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Mana endi oktyabrda Sochiga ketamiz, o'qish bor, u yoqda ham malaka oshirish. O'ziga qancha pul ketyapti aka? Sochiga ham bir 4 ming dollar ketadi. Slogamiz. Undan keyingi oyga kelgandan keyin 10 kundan keyin Yaponiyaga yana qaytib ketamiz. Yaponiyada ham 9 ming dollarmi ketadi shunaqa. Har bittasi o'zingizni malikangizni oshirish uchun, xalqimizga yanada sifatliroq implantatsiya xizmatini ko'rish uchun, to'g'rimi? O'zimizga ham qiziqda, yangiliklar o'rganish. So'rashadi, ana tish eksa chiqar ekan, tabletka qo'ysa deb. O'shalarga javob bera olishimiz uchun ham chiqib kelamizda. O'shani ham bir ikkitasi so'raganda mana shunaqa chiqibdi, Instagramda yo'qda ko'rishadi-da. Patsientlarimiz so'rashadi, shu Yaponiyada shunaqa qilishar ekan deb. Men borib, mana o'sha Yaponiyada o'sha eng Osaka Dental universitetini o'sha professoridan so'raganimda ham yo'q, buni eplolmayapmiz deyishganda, ochiq aytish kerak-da. Qilishibdi deydi. Lekin o'sha universitet professori Yaponiyada, Tokioda qilish olmagan, hali qilib bo'lmayapti deb aytganda, o'shaning uchun oson emas u narsa yo'qdan bor qilish, yaratganga xosda. Misol uchun yo'q narsani tishni o'stirish to'g'ri aytasiz. Odamzod qo'ldan kelmaydi deb o'ylayman. Yana bitta savol qiziq qoldi mana. Faoliyatingiz davomida eng ko'p shu savol eshitsangiz, asabingiz buziladigan qanaqa miflarni eshitsangiz har doim asabingiz buziladi. Chunki bilasiz, bizning xalqimiz oddiy bitta Instagramda qanaqadir aldamchi ma'lumot ko'rib qolsa ham sirazi kelib doktordan so'rab shunga ishonib qolishadi. Necha marta aytgan bo'lsangiz ham bu narsa bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda ham bemorlar bilan konsultatsiya jarayonida aytgan bo'lsangiz ham baribir shu narsani qayta so'rashadi. Qaysi mana shunaqa miflar sizni sohangizga doim sizni jig'ingizga tegadi? Jig'imga tegmaydi-yu, lekin ko'p so'rashadi. Shu doktor samolyotda uchsam bo'ladimi yoki MRTga tushsam bo'ladimi deb ko'pchilik so'rashadi, yoki implant qo'ysa rak bo'lib qolar ekan deb ko'pchilik aytishadi. Unaqa narsalar yo'q, mif narsalar. Rak bo'lmaydi hech qachon implantdan, yoki uni magnitga tortishmaydi. O'shaning uchun magnit rezonans tomografiyaga bemalol tushish mumkin MRTga. U ta'sir qilmaydi. Inert materialda, titandan qilingan bo'ladi. Inertniy material bo'lgani uchun hech qanday magnit maydon hosil qilmaydi. Bemalol MRTlarga ham tushish mumkin. Yana bitta savol tug'ilib qoldi shu joyda. Agar stomatolog o'zini sohasini yaxshi bilmasdan noto'g'ri yondashadigan bo'lsa, bu ishi bemorda boshqa kasalliklar olib kelishiga ham sabab bo'lishi mumkinmi? Ya'ni meni tanishim yaqinda stomatologga bordi, tishlariga plomba qo'ydirdi, lekin o'shani natijasida ularda gaymarit hosil bo'ldi. Burunlardan yiring bo'ldi. Sababini ko'radigan bo'lsa, imенно o'sha plomba noto'g'ri qo'yilgan. O'sha plomba ham ketdi. Bundan keyin tishni ham oldirib tashladilar. Bo'ladi. Unaqa xatolar bo'ladi. Ko'proq o'qish kerak-da, unaqa xatolar qilmaslik uchun. O'zi yaxshi stomatolog bilan yomon stomatologga qanaqa farqlasa bo'ladi? Buni farqlab bo'lmaydi. Ishni ko'rgandan keyin farqlash mumkin. Endi yomon stomatolog bo'lmaydi. Hammasi yomon bo'lsin deb harakat qilmaydi hech qachon. Tuzataman,
davolayman deb harakat qiladi. Endi bo'lib qoladi-da u narsa. U o'zi xohlamagan holda kanaldan chiqib ketishi mumkin. Kanal periodontal shel kengaygan bo'ladi, apex 3 kengaygan bo'ladi, u yerda vaspaleniya, yalg'lanish bor. Shunda plomba chiqib ketishi mumkin. Uni doktor atayin qilmaydi. Suhbat uchun rahmat Iftixor aka. Siz bilan gaplashib ancha ma'lumotlarni bilib oldik. Qancha topishingizni ham, qancha pul so'rashingni bilib oldim men sizdan. Yaxshi ham kamaytiradi. Lekin uni 2 ga ko'paytirib qo'ydim xayolimda. O'sha pul kamida. Baribir kam. Ochiq, sira 3 ga ko'paytiramiz ham deyman. Xo'p, suhbat yakunlaydigan bo'lsak, qanaqa tavsiyalar berib ketasiz insonlarga, stomatologiya yo'nalishida ketmoqchi bo'lgan yoshlarimizga-da? Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Ya'ni stomatologiya yoshlarga, stomatologiya yo'nalishi yaxshi bo'lishi uchun va hayotda inson bo'lib qolish uchun ham bitta maslahat berib o'tib ketsangiz. O'zim tajribamdan kechirsam, patsientni imkoniyatiga qarab baholayman narxda. O'zimdan o'zim narx aytib tashamayman. Misol uchun holatiga qarayman, qiynalgan bo'lsa yordam qilaman. O'shanga qaraymiz, ko'proq keyin muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq bilim olish kerak. Shu. Ko'proq bilim olib harakat qilaversa, sekin-sekin rivojlanib ketaveradi. Tushunarli. Rahmat suhbat uchun. Siz bilan suhbat qilganimizda ancha xursand bo'ldik. Xudo xolasa bunaqa suhbatlarni ko'paytiramiz degan umiddaman.